Ustilari qirsillab, ichlari yumshoq, sirlari bo'lsa cho'zilib chiqsin deydiganlar uchun aynan shu taomni tayyorlab bering. Qaynatilgan kartoshkaga tuz, ziravorlarni solib, yaxshilab pyure holiga keltirib olamiz. Xohishga ko'ra dudlangan go'sht solishingiz mumkin. Men asl barakani halol, har doimgidek kolbasasidan foydalanaman. Qirg'ichdan chiqarib olamiz va tayyorlangan pyuregimizga qo'shamiz. Ko'kat ham qo'shib yuboring, mazasi o'zgacha bo'ladi. Bir osh qoshiqdan tayyor bo'lgan pyuregni qo'lga qo'yamizda, yaxshilab ochib olamiz. Ichiga xohishga ko'ra sir qo'yib yumaloq shakl beramiz. Koptokchalar tayyor bo'ldi. Endi jo'xori kraxmaliga, so'ng tuxumga va non talqoniga ketma-ketlikda belab chiqamiz. Tuxumga tuz solish yodingizdan ko'tarilmasin. Kraxmalga belab olganimiz sababi ustilari qirsillab, oralari ochilib ketmaydi. Tovani qizdirib, yog' solamiz va o'rta olovda koptokchalarni aylantirib, tillarang qilib qizartirib olamiz. 3-4 daqiqada mazali koptokchalar tayyor bo'ladi. Nonushtaga, tushlikka va kechki taomga ayni muddao. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib sahifamga o'tsangiz, bundan da qiziq retseptlarni topasiz. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.